Bu mahsulotimiz uchun Qozog'istondan kelishdi mijozlarimiz. Toza asal va Saudiya Arabistonidan keltirilgan xurmo gulchangi. Bu nima mahsulot degan mijozlarimiz videoni oxirigacha ko'ringlar. Farzand ko'rmaganlar shikoyat qiladi. Farzand ko'rmaganlar o'zi Alloh taolo beradi farzand, lekin sabablarni qilish, davolanish to'g'risida ham hadislar bor-ku. Tajribada o'zim ko'rgan narsalardan bittasi. Xurmoni changi bor. Hozir bormi yo'qmi bilmadim bu yerda. Xurmoni changini olasiz. O'sha ma'lum bir miqdoriga asalga aralashtirasiz. Keyin Fotiha surasi bilan Oyatal Kursiyni yana ba'zi suralar bor, dam solasiz. Keyin shuni bir oy muddatda o'sha farzand umidida bo'lgan xotinlarga berasiz. Natija ko'p natija bo'ldi. 10 tadan 8 ta natija bo'ldi.